Endi Ali ibn Abi Talib qarang. Bir dona xurmoga yarasha ishlab, bir dona xurmoni olib Fatima Zahroning oldiga kelyapti. Yo'lda birov Alloh uchun bir narsa bering deyapti. Allohning nomini o'rtaga qo'ygan uchun Ali roziyallohu anhu berdi. Chunki ishonchi aniqda, Alloh uchun bersa qaytishi. Alloh uchun berilgan narsa albatta qaytishligiga ishonchi komil. Biz ham iymonimiz komil, lekin bitta onor bo'lsa bermaslikda, to'g'rimi? Ikkita bo'lsa ham mayli, bittasini berib, bittasini olib qolardik. Bir dona ya. Yana qaytarib o'taman, yarim kilo bo'lganda mayli ikkitasini berish oson. Bir dona olib berdi. Uyga qaytib keldi, onorsiz. Nima bo'ldi keyin qissani davomida? Qani onor Fatimani? Onor yo'q, biroz so'radi, berdim deb turdi, eshik taqilyapti.